Maktabga bu yildan boshlab mana bu telefon mumkin emas ekan va telefon tekshirishga endi ustozlarda ham, Milliy gvardiyani ham, zavuchlarda ham haqqi bor ekan, haqiqatan ham. deb men shunaqangi xabarlarni eshitlaring barchasi yolg'on do'stlar. Men hozir sizlarga maktabga taalluqli bo'lgan 21 ta juda ham ko'p. Nima mumkin emas. Mana shu qoidalarni aytaman, 21 ta qoidani. Sizlar bo'lsa, men sizlarga yaxshilik qilyapman, sizlar menga obunani bosib, sinfdoshlariga yuborib, ularning ota-onalari ham qolib ketmasin. Barchaga yuborib, like, kommentariy, obunani bosib qo'ying do'stlar. Haqiqatda juda ham zo'r video bo'ladi. Hali hech kim 21 tani bittada qo'shib aytmagan. Maktabga telefonda olib borish mumkin ekan, faqat eshigidan kirganingizda maktabda o'sha bu bezovk bo'lish kerak ekan. Dars boshlanishdan oldin bu bezovk emas, даже o'chirilgan bo'lib, sumkangizning ichiga bo'lish kerak ekan. Mana bu cho'ntakda turishi mumkin emas ekan. Telefoningizni tekshirishga olib qo'ygan taqdirda ham hech kimning haqqi yo'q ekan. Milliy gvardiyani uchastkovoyda direktorda ham hech kim tekshirishga haqqi yo'q ekan. Maktabga soat taqib borish mumkin ekan. Maktabga kalta paypoq mumkin ekan. Yoqyaptimi? Obunani bosib qo'ying. O'g'il bolalar sochi maksimum 3 sm bo'lish kerak ekan. Maksimum 3 dan baland bo'lmadi. Menikidagi sochlari bo'lsa, cho'tka bo'lar ekan. Dars paytida telefondan foydalanish mumkin emas ekan. Boya aytganimdek, qizlarga tizzasidan baland yubka kiyish mumkin emas ekan. Soqol qo'yish o'g'il bolalarga mumkin emas ekan. Remontga, kitobga, hashar-pashar, balobattir pul yig'ish, xullas sizdan hech kim bir tiyin pul olishga haqqi yo'q ekan. Bu ham mumkin emas ekan. Qizlarga tirnoqlarini bo'yab kelishi mumkin emas ekan. Sababsiz dars qoldirish mumkin emas ekan, jarimasi bor. Ustozlar o'quvchilarni urishi mumkin emas. Faqat mumkin emas bo'lib ketdimi? Mana mumkin emas, bu ham mumkin emas. Sizlarga yoqyapti-ku. O'g'il bolalarning shim uzunligi to'piqdan pastda turish kerak ekan. To'piqingiz ko'rinmaslik kerak ekan. Ko'ylakning faqat eng balandi ochiq turish kerak ekan, tugmalaridan. Tushunlaringmi? Mana bu yergacha qada oladi-ku bir xillar. Uni ham ochib qo'yib, qolganlari yopib turish kerak ekan. Mana yergacha ko'krakgacha ochib olib, bunday qilib yurish balki chiroylidir, lekin mumkin emas ekan. Tanaffus payti juda zarur bo'lib qolsa, ota-ona bilan yoki yaqin qarindoshlar bilan telefondan foydalanib gaplashib olish mumkin ekan. Misol uchun, juda zarurki, darsdan keyin men bobomlarnikiga, momomlarnikiga borishim kerak, aya deb aytib qo'yish kerak bo'lsa, mumkin ekan, faqat aldamanglar boshqa sabab bilan. Krossovka mumkin ekan, yoqdimi? Like bosib, obunani bosib qo'ying. Qizlarga shim kiyish faqat qish faslida mumkin ekan. Kalta sumka, mana bunaqa ilib oladigan sumka bor-ku, mumkin ekan, faqat dars kitoblari, boyagi o'quv qurollari, daftarlar hammasi sig'sin. 6 ta kitobim sig'madi ustoz, sig'mayapti-da, demang, bahona qilmang. Jarima bo'lib ketish mumkin. Qizlarga makiyaj qilsa bo'lar ekan, faqat juda ham yengil, juda chuqur makiyaj bo'ladi-ku. Mumkin emas ekan. Ko'ylakni shimdan chiqarmaslik, chiqarish mumkin ekan, chunki kirgizib yurasan degan qonun qoida hech qayerda yozilmagan. Telefoningizni olib qo'yish agar dars paytida foydalansangiz, ustoz yoki zavuchlar mumkin ekan. Agar mana shu qoidalarni buzib qo'ysalaring, qancha jarima ota-onangizga? Ma'muriy ijroga to'g'risida ko'rishning kreditni moddasi, kredit deb ko'p eshitgansizlar, kredit bo'yicha 2 million so'mgacha jarima qo'llanishi mumkin. Mana bu mumkin emas degan narsa hammasi 100% to'g'ri. Men professional yuristman. Yaqinlarga yuborib qo'yinglar, ota-onalarga obuna bo'lish ham esdan chiqmasin, ustozlar sizlarga yomon bo'lsin demaydi, lekin mana shu narsalar sizlarning huquqlaringni himoya qiladigan narsalar.